Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun siz uchun Mustaqillik mahallasiga yetib keldik. Bu yerda ijaraga berilayotgan magazinlar bor ekan. Uni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi magazinimiz do'kon qilish uchun juda ham zo'r, keng. Xohlagan turdagi oziq-ovqat yoki boshqa turdagi magazin qilishingiz mumkin. Ikkinchi xonasi ham bor. Bu ikkinchi xonamiz, bu oldin o'quv markazi bo'lgan. Buni o'zingiz uchun tikuvchilik sexi yoki boshqa turdagi xohlagan turdagi narsa uchun ijaraga beriladi. Stilajlari ham bor. Uchinchi xonamiz aptika bo'lib, bu barcha sharoitlarga ega xonalari ham mavjud. Bu ikkinchi xonamiz dori saqlash uchun xonasi. Uchinchi xona birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun vaqtda sanuzeli bor. Bu to'rtinchi xonamiz ayollar uchun go'zallik saloni yoki erkaklar uchun barbershop, sartaroshxona qilsa ham bo'ladi. Barber. Bu ijaraga berilayotgan oxirgi xonamiz. Buni o'zingiz uchun qulay qilib, bilyard xona yoki stol tennis ham qilsa bo'ladi. Xohlovchilar uchun Atalanta to'yxonasi ham ijaraga beradi. Sig'imi 500 o'rinli. Xonalarimiz va to'yxona kelishilgan holda ijaraga beriladi. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yamiz.